hurmatli bugungi aholi bilan uchrashuvga kelgan hurmatli bugungi ishtirokchilar, O'zbekiston qizlar yarim oy jamiyati, O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi hamda tomonidan UNICEF tomonidan mana shu onalik va bolalikni himoya qilish bo'yicha loyihasi doirasida joylarda uchrashuv o'tkazilyapti. Bu asosan ishonch 2030 loyihasi doirasida o'tkazilmoqda. Bugun mana shu loyihamiz bo'yicha bizlari hurmatli trenerimiz, vrachimiz Rahimo Yalqinay mana shu 8 kunlik ko'rikning judayam zarurligi to'g'risida bizlar ma'lumot beradilar. Marhamat, so'zni hurmatli просто çıksa ekranda görüp duruşu gerek hamzara. Ekranda görüp dursa okuşumuz asan oladı. Bir de fakat tematik evrenligen. Sonra inşa yazgan vaktimizde qaysi temada yazası deganda ina shu temani ketma-ketligida o'qiladi. O'zi bu narsani tashkil etishdan maqsad aytib-ku, hozir Turdalat aytib o'tdi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi, Iqtisod vazirligi, Shvetsariyani O'zbekistondagi vakolatxonasi homiyligida Birlashgan Millatlar Tashkilotining UNICEF'ning ifoda degan tashkilotlari bu programmani yurgan. Bular homiyligida programmani kiritishdan maqsad ona va bola omon qoladi, ham farovon hayot kechiradi dedi. Sog'lom onadan sog'lom farzand bo'lsin dedi. Ishonch 2030 programmasi. Buni doktorlar o'qitib doktorlar o'zaganda yomon ko'radilar dedilar. Shuning uchun ham nomlik dedi aholini mahalla faollarini, keyin ota-onasini, qaynona-qaynotasini, erini чтобы ular bilib qo'ysin. Qarshi ikki qo'ldan chiqadi. Ular ham jalb qilsin dedi shu narsaga. Sog'lom onadan sog'lom farzand bo'ladi. Yilni boshida birni, yilni oxirida birni emas. Navdan olasiz. Sog'lom farzand bo'lish kerak. Doğulan 100 chaqaloqdan kamida 50% 2-3 yildan keyin nogironlik so'rab boshladi. Lekin biza interval bilan vaqtida dolduradigan bo'lsak, shu yilni 6 yil. Shuning uchun ham buni protokollarni doktorlar bo'yicha ishlab chiqdi, lekin shu protokollarning mavzusini aholiga yetkazib berish kerak. Aholiga yetkazib berish uchun oddiy fuqaro bilan gaplashish kerak. Oddiy fuqarodan biz hozir chaqirishimizga beri aytib o'tdilar. Oddiy fuqarodan tabiidan bir oilasini keladigan bo'lsa, enasi, otasi bu narsani tushunadi. Baysaga keladi, patronaj keladidan uchud o'tmakka boradi. Keyin bugun borishimiz kerak, bolani topshirishga qo'yadi. Bu oqshom topshirib keldim, bordim. Homiladorlarda sog'lom bo'lish uchun dedi 8 ta tashrifni chaqirib berdi. 6.237 prikazimiz bo'yicha 7 marta tashrif, 6 marta homiladorliklarda, keyin homiladorlikdan keyin kirishimiz kerak edi. 195-prikaz 24-5-iyulda tasdiqlangandan keyin buni 9 ta tashrif, 8 tasi antinatal davrda, birisi tug'ruqdan keyin. Antinatal davrda o'zi nomi ananing ichida chaqaloqni hosil bo'lishi antinatal rivojlanish deyiladi. Intranatal tug'ruq iyi boshlangandan keyin uni onaga chiqishcha intranatal deyiladi. Keyin perinatal. Bizda buni dasturda ishlab chiqishdan maqsad intranatal davrda chaqaloqning o'sishini yaxshi ta'minlasak, bizga sog'lom perinatal beradi. Sog'lom onadan sog'lom farzand bo'lish, perinatal o'limini kamaytirish, onalar o'limini kamaytirish. Keyin bizga ma'nan sog'lom, jismonan yetuk onadan bizga sog'lom farzand yetishtirib berish. 8 ta tashrifni ma'nosi ifoda qiladi. 8 ta tashrifni har qanday o'zini основasi bor. Bepul emas. Siz bozorga borasiz, bozorga chiqib kelish uchun какой-то иметь цель. Go'shajaysiz kelishga yozajaksiz. Xotiningizni toza galingizni homilador ayolni parkingiga olib borishdan o'zini maqsadi bo'ladi. Her bir maqsad, her analiz falanca analiz topshirishni unchalik yetdi. Lekin her bir analizning o'ziga xos xususiyati bor. Какой-то имеет цель. Chunki her 3 anadan ikisinden yine, her 3 anadan birisinde bemine, her 3 anadan birisinde ayağında var, kızları var. Fazla olup ne erkek gençlerden kızlarda. Şu narsa var, şuna narsa bilip koysun dedi. Şuna esaretini bilip koysun dedi. Keyin kız bala gelin oldu. Hemen narsası yaxşı, zor, acayip, sağlam. Lekin bunu apasında keskin sakın. Bu şu kızlar payda bulan. Homiladorlik davrida sakın bilan bo'lsa, bundan bo'lgan sakın. Degan gap
hammaga taalluqli emas. Shuni eldan olish mumkin deb. Tushundingizmi? Buni avvaldan 7 kun davomlanadigan odamlar buni asoratini misal skringa ko'ramsan, eldan olish mumkin degan. Bunu balalarımız evvelkisi maygiranı var, ben bizim alalım olsam, ama maygiranı var, bunu alsam, maygiran olabileceğini yetmez. Her birisini elden anıqlab, elden esaretini alına alıp, vaxtını yetirib to'plash mumkin. 8 kunlik 9 ay davomida har qaysi o'zini naslab qilingan. Homiladorlik davri 3 nega bo'lingan, 3 trimestr, 1 trimestr, 2 trimestr, 3 trimestr bo'lingan. 1 trimestrimiz 1 yilga kelishimiz 12 haftagacha bo'lgan tashrif. Bu tashrifni biz ta'minlab berishimiz kerak. Siz ota-onalar ta'minlab berishingiz kerak, buna motivatsiya berishingiz kerak. Чтобы şöyle varlığında ne yapacağını, ne yapacağını tuş, ne yapacağını kıl. İşte, ne uçakta oturma, buna belki, varıp gittim, açıp gittim, kaç geldim. Varmam, altı taşımam. Yanmasından ise bırakmışım kendimi. Siz özünüzü, kanınızı tapşırışınız gerek, özünüz, muhakkak etişiniz gerek, özünüz, internetine gönderişiniz gerek. Neyinizni, analizinizni, anışını, halka yitirildi. Şimdi aldığım bir mesele. Bu arada statistike, hazır kanalar bölümünde şunu tuttu, bir de faizlerden geldi fırtına. Her gün üzerine yaptığınız, her bir Avrupa'ya işiniz, her bir meseleniz bu devletine nerede geliyor? Belirlerge esaslangan meditsina bilan dokazatsiya meditsina har bir aytadigan gapimizni isbotlab berdi. Har bir doktor beradigan dorisini isbotlab berdi. Shuning uchun ham dalillarga asoslangan meditsina bilan UNICEF bu narsani tashkil etib turib, bu narsani o'zaro berib turibdi. Maqsadimiz dedim, hammani jalb qilish, ishonch 20-30 programmasi 30 yilgacha bu protokol ketadi. 8 marta tashrifimiz ketadi. 12 haftagacha chaqiramiz, do'yata va bizlar 12 xil analizlarimiz beradi. Hammasi beradi. Toza galim, toza o'yilgan o'rnida turibdi. Anasini, otasini, erini aytolmagan gapni doktor bilan gaplashib beradi. Ichine girib biladi, so'rab biladi. Ana shu uchun ham birinchi muloqot, keyin so'rovnoma, otasidan dalilga borishi, keyin qonunchilik analizlari, biokimiya tahlillari, hammasi bir narsa beradi. Vrach yanınıza bo'lganda sizni aytgan shikoyatingizga qarab har bir organingizni bilan yetkazib beradi. Sizdan ham o'qiganlar, koronavirusga asorat bo'ladimi, shunga bo'ladi degan narni berib bilasiz. Keyin SPID, sifilisi, gonorreyaga, biokimik tahlillari, bilirubin, ALT, AST, gepatit A, B analiz olishingizda o'zi ham o'zini ahamiyati bor. Nima uchun? Nechun desak, sizda menda kichik ham katta qonlanish doirasi bor. Kichik katta qonlanish doirasi normal fiziologiya, anatomiya fiziologiya. Homilador ayolda 3-qonlanish doirasi hosil bo'ladi. 3-qonlanish doirasi vena porta orqali jigar venasidan qonladi. 2 marta salomat o'tirgan bo'lsam, gemoglobin 70 bo'lsa, mendan sog'lom kasal chiqarmikan? Yo'q. Chunki organizm o'zidan ya o'smay qoladi, ya bo'lmasa qon yetadi, ya bo'lmasa 6 oylikka chetirib turib dalillar bilan baribir oshib ko'rsatmaydi. Shuning uchun ham doktorlar analari yarim oyoqlar ortida o'tab guruh bir narsani keyin zaksdan gemoglobinni boshqasini bu odam o'qiganmi, mana sog'lommi, bolalarning o'zida bo'lgan narsani bolalarga o'rgatib bu garing ishlaymi? İşlegandan keyin er-xotin ishlab xo'jalik boqadi degan yerdan aytib o'tishimiz kerak. Bomba temasi shunday. Keyin bolamizni uylantirishdan avval kim bo'lib ishlaydi? Jasomayli qoladi. Inson hunari bormi? Shartli topoldan erkak oilasi bu kasalini sog'lar degan maqsadni o'rtaga qo'yib, inamni o'qitib, inamni tarbiyalab, hunarli qilib, keyin to'yatishdi. Ota-onani qarz uylantirsam bo'ldi, chiqib ketdingiz. Yo'q, hamma narsa shundan gapdi. Abdullah farzandli bo'lish kerak-ku, qisqaman. Sog'lom onadan o'qisin, hunarli bo'lsin. Shuning uchun ham
ne oilani, mahallani shunchalik kredit, hokim yordamchisi, yoshlar yetakchisi, yoshlarni bir narsaga intiltir. Bu keyin pulni bu Zaynab ishni aytib o'ziga jamg'arib ol, oilangi bor. Oldi davlat shunchalik kurashib turibdi ekan. Sog'liqni saqlash vaziri aholiga yana shuni tushuntirsam dedim, 8 marta tashrif aytib bersa, antinatal davrda rivojlanish bosqichidan chaqaloq yaxshi rivojlansa, 5 oylik bola yashaydi ekan, 6 oylik bola yashaydi ekan. Bizda qolgan 7 oylik bola yashamaydi, 8-oy yashamaydi. Nechun Belarusiyada yashaydi? Nechun Gruziyada yashaydi? Hali chetga chiqmadi. Amerikani olmaydi. Belarusiyada onalar yo'q. Chaqaloq o'limi yo'q. Maydonda so'rash yo'q. Doktor Bola aytibdilar, masalan, nechun boshqa davlatlarda yo'q degan savol yine Belarusiyada tang. Yine O'zbekiston Qizil yarim jamiyati, Sog'liqni saqlash vazirligi, UNICEF bekor yaratgani yo'q-da, ham jamiyatlar birgalikda qilyapmiz. Nima uchun? Aholi uchun foydali bo'lish uchun. Mana shu doktorning vaqti yo'q, vaqti ishi yo'q, ishi bor. Mana shu aholiga shu vaqtimdan tejab turib aholiga tushuntirishi kerak degan ma'noda bugun ana shu sizlar bilan uchrashib o'tkazib turibdi. Shuni to'g'ri amalboshlarimizni dayan istar edik va mana shu aytilgan narsani bor-joylarda aytishlaringizni. Hozir mana bu yana ta'kidlab tushuntirib beradilar. Shu yaxshilab bo'lgani bo'lsangiz bu foydadan qabul bo'ladi. Marhamat. Bu programmani ishlash uchun shuncha inson ishlab turibdi. Shu gapni xalqqa, shu gapni yetishtirib aytish uchun 4 oyda tutmam, shu gapni degan narsani buni dalillarga asoslangan meditsina bilan, doказательный meditsina tasdiqladi. Garvard namida aytib turibdi, Benapol institutdan bunday turibdi, ular doказательный meditsina ishlab turibdi, ishlab chiqadidan keyin tadbiq qiladidan inanli programmalar asosida xalqqa yetishtiriladi. Bu programmani avtomatik qachon ishlatishadi? Uning zamonida sen kapitaliy qo'ying. Gapdan bilishdi. Oila vakiliga borib murojaat etishni o'zi siz albatta bir harflardan olasiz. Birinchi o'g'lidan chaqaloqni хотя бы yetishlardan olishingiz mumkin. 25 yanvardan уже Xorazm hayotida 4-chi xonada olishni uyda o'qituvchi bor. Hali holat tayyorida -4 xonli xotin qonga gadadidan o'ladi. O'limini sabab -4 qon tuyadigan odam yo'q, qon yo'q. Defitsit. Adimdan 9 tona qon tayyorlab qo'ysa, minus qon ekan mana donor bo'lasan deb tayyorlab qo'ysa, shu xalqni yetmasadi. Tushundingizmi? Qon yetishni sababchi bo'lgan narsalarimiz shu. Çünkü bize anneler ölümünden Türk gibi oldu. Adli travmayı valiye harfi. Ayakızda var yıkızda, ayakızda işlerse olmadı bu. Haberle yeniden travmat binenler travmatlar. Bu yaş havada da risk yukarı. Ben şurada pansiyonun bezeli için geldim. Bu tablo verdiğinden ki pansiyonun görsenize sizde anıklanıp var. Ayıklanıp. Ben nechun buni dunyo miqyosida ishlab chiqilgan Amerika, Fransiya, hammasi O'zbekiston, lekin Toshkentdan kelib professor o'qib berdi, xalq. Professor o'zingizni ishlayapti, o'zingizni xalqingiz bilan, o'zingizni madaniyatingiz bilan o'qib beryapti. Chunki bularni ishlayapsiz bilan ularni o'qish bilan o'zlarimizga individual gaplashib o'qish boshqacha bo'ladi. Shuning uchun bizlar shunday yuklatilar bu narsa. Sen bir yukarı pişirişin gerek diyelim, ben sizde şu narsani getirişim gerek demeyiz. Ahalın yığış kıyılayken, en yamanı ahalın yığış kıyılayken. Aşırı nama demek bu. Lekin bu narsalar o'nlik narsa emas. Bu narsalar 3 milliard bu ishlab chiqarilgan narsalar. Shunchalik programma shuni aholiga ozgina oddiy gap bilan yetkazib bersa, yetishtirib bersa, o'zlarida bir nima intellektimda tushuncha hosil bo'ladi. Borishdan sabab nima ekan, bundan sabab nima ekan degan narsa. Hozir men sizga aytaman, 3-qon aylanish doirasi hosil bo'ldi. 3-qon aylanish doirasida jigar venasidan qon oldi. Kibin venasidan. Qachon hosil bo'ladi bu narsa? Birinchi tashrifimizda nechun chaqirib ko'ribdi, do e'tibor. Hech narsa ichina ovqat yeb, toksikoz qaytarib bergan bo'lsam, uchun desam, unda organizmingiz bo'ladi-da, yerda turibga hosil bo'ladi. Chaqaloqni anomaliya bo'lish bo'lmasligi. Yuzi, yo'qmi, yo'qmi, oyoq, quloq bormi, yo'qmi degan narsani yerda turibga
hosil qilgan vaqtda birinchi skrining apparatlari shuni bilib bizlar shunga migrant chaqaloqlarga kelish ertadan o'tdi. Shuning uchun birinchi kuni haftalik keyingisi ikkinchi haftalik ikkinchi trimestrda ikkinchi chaqiriqda bunda 18-20 haftalikdan bo'lishi kerak. Chaqirishi kerak. Ko'rikda beko'rikka borishi kerak. Bunda ikkinchi ko'rikni olib borishi kerak. Ikkinchi skrinni olib borishi kerak. O'zi tekshiruvi, keyin konsilik analizlari tekshiruvi bilan bo'ladi. Bundan asosiy doktorni oladi. Ayolni deb biladi. Skringa tekshirganda уже 16-haftasidan keyin homilani bachadonni yo'ldosh yapishadi. Oddiy gap bilan aytganda tandirma yapasiz. Dabidan o'rtasida yapsangiz, tandirma yo'rib bo'lsa, zakonni bo'lib yapiladigan kuloningiz chiroyli chiqadi. Bizlar shuni chiroyli pishgan manga. Lekin bizning hurimiz, tandirimiz huri bormi? Oshib ketganmi, yo'qmi? Keyin tandirni yapgan vaqtda eldini yaptıkmı, ya huri boyira yaptıkmı, ya mesela tushib tashladim, ashura kelib. Yapışdimi? Balon yo'ldoshi skrinni bilib aytadi. Yo'ldosh eldinda ekan, orqada ekan, tubida ekan, sentralda ekan, qangetada ekan, sen yotishib ekansa, boy bo'ldim, nada asr berdingizlar deydi. Yo'q, ina bu narsalar fermerlar bundan gap chiqqan. Shuning uchun siz ikkinchi marta tashrifga chaqirib turibdilar. Yo'ldosh hosil bo'lib, yapishdi, menda chiq ekandi. Keyin o'zini individual yapishgandan qarab turib, o'zini muolajalarini siz doktor etapma eldini oladi, qon ketishini eldini oladi. Bu yaxshimi? İkinci marta tashrifingizdan maqsad. O'zida ko'rdim. Keyin uchinchi marta tashrif keladi 26 haftada. 26 haftada tashrif. Har bir tashrifni o'zini chaqaloqni o'sadigan narsalarga qarab berib qo'ydi. Tushundingizmi? 26 haftada xotinimni qoni minus bo'lishi mumkin. Xotinimda opasında saxır baradi, 3 haftasına keladigan saxır chiqishi mumkin. Inoq analiz aytiladi. Varikozlari bo'ldi, chaqaloq kattaydi, bosim yetgandan keyin varikozlar ko'proq bo'ladi. Hamma narsasini ko'rib chiqadigan 26 haftasida shunday muhim analizlar bo'ldi. Bu muhim analizlar bizlarga sog'lom farzand olishimiz uchun yordam beradi. Keyin biz haqiqatan 30 haftasında geldik. 30 haftasında alfası bol ve kendi bölümümüz. 30 haftasında inik 34 haftada çakırdı. Birinci 12 hafta geçecek, keyingisi 16, 18, 20 hafta geçecek, keyingisi 26 haftada, keyin 30 haftası çakırdı. 30 haftasında normal üretken çakalak olan olsa, eneden zapas yığadı. Yolun havasında zapas oluşur. Önemli özünde bulması ki organizmin şu şekilde 30. haftada yine sıçak kuralı. Görçün çüş mesela. Vay bu indi olacak da var. Adını kapıya kesinlikle. Yok buna mı çaklar? Her başlanda silik analiz, kan analizi, davinyana ölçeş, karnını, beçedanlığını ölçeş, karın elenəşini ölçeş. Başta 70 kiloda hazır 90 kilo, 20 kilo birdenle indeks massa telasına doğru gelmedi. Bu narsalardan vraç kıladi. Fakat siz enesi tashrifini ta'minlatmasangiz bo'ladi. Agar xotiningizda davinyasi bo'lsa, biz ajratamiz 26 haftasini kutmaymiz. 20 haftadan davinyasi chiqib boshlagan bo'lsa, 21 haftasida chaqirib ko'ramiz. Davinyasi bo'lsa 22 haftasidan ko'ramiz. Agar davinyasi kachachalib boradigan bo'lsa, bunchadadi homila paydo bo'lishi bilan ayolda gipertenziya boshlandimi? Qaratishimiz kerak. Buni yetirib biladimi? Bizlar sog'lom ekan, sog'lom anadan sog'lom farzand. Hali farzandini inamini eldini olib ko'rik rasamini oshirib turib, nishakanda daringasi chiqmay olib borishni beramiz. Keyin bizada 30 haftasida ko'rdik-ku, zapas narsamiz bo'lmasa, zayatıramızdan kan kepaytiradigan osma kullanib olamiz. Zapas kerak, devrim moddasini. Bu ham protokolda yozilgan. Anemiya degan o'zi katta kitob bor. Anemiya katta kitobda birinchisini tabiiy, ikkinchisini osma kullanib ol, uchinchisini qon kuydirsin. Qonni, odamning qonini olmayman desa, qonni o'rnini bosadigan shu 2,5 million so'mlik dorilarni даже O'zbekiston kompensatsiya etib, do'g'ri etib Pokistondan olib keldi. Pokistondan shu doказательный meditsina bilan tasdiqlangan dorini olib keldi. Hozir aytsam yomon ko'radi, lekin agar shuni olgan odam doğadigan bo'lsa, doğurtdan keyin boqadigan bo'lsa, shuni galina yetishmaydigan ekan oladigan bo'lsa, asoratlar kamroq bo'ladi. Temperaturasi chiqib, maksimda ichida qon qoldirib, doktorni chaqirib
doktoraytolmaz. Qisqarish qobiliyati yo'q. Qon bilan ta'minlanishi yo'q. Vоспаление tufayli bu yallig'lanib ketdi. Shuning uchun biza 30-34da enada zapasi bormi yo'q bilishimiz kerak. 30da chaqirdi, keyin esa 34da chaqirdi. Bormi? Hamma narsasi sog'lom bo'ladigan bo'lsa, bolani o'lchab ko'ramiz-ku. Kattayib ketdimi, kichayib ketdimi? Bu ham patologiya. Bizlar 4,5-6 kilo chaqaloq kerakmi? Normalda 3,5dan 4,5gacha normal hisoblanadi. Sahrlik bo'ladi. Keyin 34, 36, 38, 40 aralığını bize suhbat orqali normal bo'lsa darajasini ölçeymiz, sidikini analizini olamiz, to'g'ri qatayamiz. To'g'richa bo'lgan psixologik maslahatlar bo'ladi. Keyin oddiy chaqaloqni asoratsiz, nogiron emas, aqlan yetuk bo'lib tug'ilishi uchun даже bir sidik analizimizni aytib o'tamiz. Birgina sidik analizi. Birgina sidik analizini o'zida shuni ko'rsatishda ko'rsatiladi. Noldan bo'ladi burada aytasizlar. Bir sidik analizida belok bo'ladi. Bo'lmasligi kerak. Aqsil bu sizni yeb turgan aqsilimiz sidik orqali chiqadi. Bo'lmasligi kerak. Buning ham asorati bor. Keyin oddiy leykosit, sidikda leykosit bo'lishi kerak emas. Leykosit degani bu iring degani. G'amonni bo'lishi kerak. Leykosit keyin splosh. Iring. Sidikka. Iring chetadi. Buyrakdan bizada intoksikatsiya, buyrakimizdan ishlab chiqarilgan moddani sintezlab chiqarishimiz. Bu sintez etgan narsamiz umuman bizada iring chiqib qoladi. Shundan bizada sepsis bo'ladi, sidik yo'l infeksiyasi, antinatal gibrid bo'ladi. İçib gəladi. Uziyə düşsə yaxşı, yürək vuruş yaxşı, bir barmaq qaçaqdıma öyündə nətib gələnən, pişirib gələnə iyi nətib getərdi. Geçiksə 12-də gəladi, 3 barmaq olubdu, yaxşı doğmaq olubdudan dijon doktor sirtibiyəni işlədi, balansı sirtibiyəni işləydi. Uziyə düşüb gələsdi, düşməyəm dedi, yaman düşdüm. Uzisini gördük, bunda var, lekin azı işləyib görəyənimizdə yox. Yox, axır mən bala yürək vuruşdu, işitmədim. Hazır düşüb gələsiniz dedi. Yenə düşüb gələdi. Baradı, sertibini yox. Ənə içində şu bala ölüb qalan. Səbəbini bilməmiz. Həm yerini aldıq analizi. Sidikində sploş 25-30 likasiya. Dəviniyyəsi 130'da olsan, 140'da olsan. Yox. Ne oldu bu liste? Sidikiyolar infeksiyası öldüreməkən balan. Bunda doktor nə yapılar? Bir gün okulga çıkarıp azanla yatırdınız, ertəyin doğuyunca ölüp kaldı. Dijon doktor ne yapılar? Dijon doktor analiz alandan antibiyotik yazıp verdi. Do этого torkaça bize şu sidikiyolu infeksiyasını yok atışınız mümkün mü? Mümkün değil. Bunca her teşrifimizde sidik tapşıramız bu. Sidikimizi tapşıramız, sidikini göremiz, dikkatetini çeken, yolunu çeken. İbn hesap olması gerekiyor. İna bize söylediniz. Yine bir güne analizini sizlere aytıp durgan dersiniz. Analizini düşünüyorsunuz. Kanı minus, apası minus, titr tapşırmadı, çakalak doğuldu, sapsarı doğuldu. Doktorun aytkanına etmedi varmadı. Çünkü sadım yok, yana baroleme, hipokol aladım ben. Sapsarı çakalak doğuldu. Gemalizisi bir jır tutan, kan keserliği bu. Öyle mi? Bunu doğup, maksat ne olur? Pulun bulmasına, analiz alıp bilmesen, maksat ne olur? Doğuştu. İçanda gemoliz bu yapkan kanla doğulan balan. Size sağlam balat da bolisi yok. Çıkıp gitken keyin boğazı baktım düşünüyorum, benim gıcıma çıkıp gitti dedi. Üzünüz çıkıp gitti de. Şimdi olamet yok. Şaptalıya dinleyim, alemde yok. Bize de şefer 34-36. haftasına çıkarttan ciğerini basan. Ciğerini baskandan keyin bize de şeferimiz öğütten tutuşu gerek bu. O kadar diyen vaktimizde. Öğüt dinlenir. Ciğerdeki zahar çıkarış onunla tenege yayılır. Yine bir de çişine uç var adı berimizde. Öğüt normada damıtırmasa her yerimizde ne damıt çıkıp başladı. Zahar tenege yayılır. Bilirbeyin noktalarını asat alanını götürüp sert meselelerini her yerimizde görüp varamızdan öz şikayetini paylaştım ciğerini gözetiş için. Balanı atlaşamazsa katamıyor götürürüz. Bu yemsini taşıdığımız anlatımı. Belki bunu görürüz. Даже 5 yıl bir degan sahifani analizi общий glukozdan muqdor 5 yıl bir bo'lishi bu ham bolam ham antinatal bo'ladi. Oddiygina analiz hech kim o'ylamanglar shu narsani. To'g'ri? Siz o'ylaysizlar, neden bo'ladi bu dedi.
Katmadın. Neden bu tırtı narsa deydi? İnan bu addi narsalarni halka yengektirip berishni o'zi sizlar inan ma'lum. Akşamda oturverdi dedi, 3 gün yatıp içemde dedi, makyası kıskarmaya döktük kan. Şunçalar dedim. Makyanın gücü yok çünkü aynen yapıp durduğunda. Makyasını tazalaş gerek yemez, buna kan kuş gerek. Temperatürası çıkıp durdu, 24 antibiyotik ukmaktılar, 1 gram antibiyotik. Gap antibiyotik demez, gap kanda. Yeterli derecede hemoglobin yok. Nişetemiz kim var? Kan kuyamız adamın kanını kuysa, özünüz makyayı kıskarıp çıkarıp taşıyın. Bunda kırıp oturuşunuzdan şart demez. İmmunitetin güçlü olsa, doğandan keyin yo'ldoshi tushib norma bo'ladidan hech qanday antibiotik olmasalar o'zini qisqarib ketadi. Chunki fiziologiya normal odam anatomiyasida bola emgandan keyin chetadi miyaga impuls beradi. Miyada oksidatsiya o'chirib ko'krakka sutni beradi. Sut ajralgandan keyin bachadan qisqaradi. Shunday mexanizmlar bor. Shuni oddiy xalqqa tushuntirib bersangizda bu o'zi tushunadi deb tushunadi. Hazır ukat dediğiniz balanız kayıtlarda temperaturası çıktı, içi gitti, ezeli bunun içeriğiniz oldu, ufaklığı sanırım. Böylece içekte immünitizm hasıl oldu, tuz su balansı bozuldu, iliden şekilde hipoksiya buladı. Niye şişlap gelerden tıtsıklı buladı bu kadar. Ayak koluyla işleyemizden, bir yaşar balansı içi gitti, anlayı sağlardı, yürürmeden söylemeden bu kaldı. Yere taksikoz bu bir adı derse. Hamladan adam şimdi 5 haftalik hamladan taksikoz oldu, ögübe atıp geçtiğiniz yetmedi, doktor aparatı kudurdunuz, lekin silikte aseton, keton çıkıp yatıptı, zahar çıkıldı, tutkana tutattan koma kaçıyor. Koma kaçacaktı öyle. Tabii ki balona şaşırdı. Şunu elinden alıp taksikoz 5 metre kadar yatıp adamla yürüyüp alıp geldiler. Yaşatıp siz azanda silik analizinde ketonu görünmeden ki şunu kadar düşündüler. Bu bir. Addi bir neselen çıktık benim yaptıktan, şunu yıkam. Ben akşam yatıp çıktım, 2 milyon pulum çıktı. Bir üye varsa yine şunu bu yaptı. Ne bir dağlattım biz, öğrenecek gidemem. Ben yollamam çünkü ayağına baralı kötüydü bu. Demette oturup duruşup atar. Gelin öğrenecek gidemem ben. Gep gelin demez, gep doktor demez, gep içindeki balasını alsanız, ha gün sayını üstürttük valla, ama bala gerek. Gün sayını üstürandan keyin, kıskandan keyin yine şunu boladıdan. Balan aptaşasak yaxşı gidedi emelese. Lekin şuna dedi, çıraylı kılıp, inanırlı gepler bilen ahaliga aptasını emelese çöktürsanız dedi, doktorlar şunu dedi. Ana şu için inanır Kızıl Yarımay Cemiyeti'ne bulanmayın aslında. Benim özüm işim var, işimden acıtıp berkut. İnanın okun, düşündüreyim dedi. 8 madde var şuradan, herkesten kurur sidik tapşırık geldi, var bu ilerine çeken yok. Millete meşveredi. Ne ben koyu verdi yani ultimatum koyu. Gözüne göstermez seni bağlamadım hesap olsun dedi. Tanrı'dan nanı yapıp nege deme koyup gelen sen olsa ben o Tanrı'dan kurup balan alışıyor adamım beremen. Sen cihamiden ettin, kepekten ettin onu, birinci sorttan ettin, bu işi sorttan ettin, içine nal sağladın, o zengin sen onu. Kapıdan gelmeden operasyon etip alasan beni balamda ultimatum koyu verdi. Yok, bunda işlemiyor, ultimatum. Seni ağzından çıkan eti kulüntülü o yere varıp ete verdi. Bana inatlı da olacaktı. 4 balanın 4 yıldan doğanmışsan, 5. balanın 4 yıldan olsa doğasan. Yok, bula kıyıza da oğul dedi. Oğul olsa operasyon baş gerek. Yok, operasyonun özüyem travma. Özüyem travma çünkü torun yolları arkalı, öpkesi maslaşlıktan pokkatı çıkıp koyadı. Ben nefes alıydı bana. Bunu özüyem travma. Aşınım, doktorlara ultimatum açıdan az gana tepeseyip, az gana medeniyetini bırakır. Belarusya'da hiç analı ölümü yok degene hayran kalanımızda hemesi de infeksiyon. Doğulmandan keyin çakalak fakat enası bilen özünün ortasında benge maslaşardı. Ben görüp çıkamam, rotala giremem, kvarts yapılan yapılda elimizde kvarts telde yüremizde, çakalaktan içine de görüp çıkaslar. Doktor iksesine girilmese iplas, yana verdik, okul belgelerinde girizdiğim mi girizmedi. Halkın özünüze tıkmışsın. Çakalakını hele doğulup maslaşmayın, bunu barıp durup göresizden telefon alasız, bu infeksiya bu bir düştü. Belarusya'da çakalak ene doğuldu, Stipriyanlı Rotzal'da, hiç kim görmedi. Hemşire girerdi, doktoradı, gerekirse vraç baradı yanına. Çakalak doğuldu mu? Çakalak neden hoş diye mi? Enesini emin durtma,
Şişehanada yatadı, şişehanada. Ona silinli bir gene hemşire geldi. Daş oturmaydı. Aşağı kalıp karıydı. İnfeksiya yok. Neden? Enem girmedi, doktoram girmedi. Doktor zarar olsa girerdi. Bilasın, infeksiyanın özü sinir kadar. Homiladorlik devrinde mi kadar? Ayol kişi bilen, erkek kişi bilen cinsi medeniyette, İslam dinine bulup durup çıkışı, inanını özü ise Tanrımız yapka yerine pese, yan başına düşüp kalışına sebep olur. Yollarını yapıştırıp kan geçişine sebep olur. Hürmetli ablam hele, cinsi medeniyet hürriyetin, üçü yengeni koyadı gel yana. İskemesik dedi. Şimdi şamallaşmaması bir kedi, hatun kızı. Genilere hürriyetin, taza gelin, akbarhalıkta mı ne nesesini soramam, mıydı de doktor yana göz yana işte. Bu şimdi bu sabah kız, bu yavayı 12 kız, şunların sonra da açış gerekten. Bunda şunu çarpıp 12. haftası namazı dolamız etti. Koy, son beraber sağlamaz dolap koy istedim. Yok, size gelin. Ana şu da kalpik bağlı olmasa evde su geçişik oladı. Kalpik bağlı olmasa bu mikrop ösedinden endometrik kavatından, muskul kavatından, siroza kavatı ösedinden bu yaşta kalan materyalını şapşını lazım. Şunu bu kavat. Operasyon etseniz, şunu etseniz, dikken derseniz gelmek bir top gitmedi. Orada. Şu derecede bak gitmedi. Şu derecede vaspalitinli proses olan ilacımız. Bazıda onkologiyada şu kesinlikle biraz açık beklep koyarlar. Ne için? İlaç yok, alışır. Bu tamam gittiler koyar. Bu yaxşı şekilde koyar. Ana şu kesinlikle elbette alışır. Birinciden gigiyenanı, ikinciden sağlam ovqatlanışını, sağlam yatıp duruşunu, bir sağlam farzand alış için enege atağa düşündürülmeyen programlar. Düşündünüz mü? Kızılderili Cemiyeti'nin adli üzerimizde bile. Kitap size mendetttir. Söz okup darışını yaman gölemem. Slaytlarını ilettirip yaman gölemem. Teması kalan derslerden gen, inanın söyleşi gerek, şunu içine münasebe girer. Şu için kıskaslar işlersen ayıp büyüttüm. İnan şunu tablo işine görseniz de aytaslar. En analarının en geç sebebi 30% kan yetiş. İkincisi preeklamsiya, tramboemboliya, yürek kesinlikler, silikyolar infeksiyası. Onun için şunu atalara, annelere öğrettim, kan geçişinin sebebi anemiya, yoldaşın telaşı, ama sebeplerini en silikyolar infeksiyasından birinci çıktı. Preeklamsiya yapmışlar. Bize de şimdi etaplı homilador birinci boğanda liniyası, sürükel arterial hipotenziyası var edi. Bala yok, gerek. Şunu doğdur, lekin imdatlı bu teşhisleri ötürken doğup bilemeken dettir. Ki 5 aydan ki gestasyon hipotenziya koşuldu mu? Saat sonunda gestasyon hipotenziya kanı bu narsalarni kılganı yetirip bilemeken bala dedi. Bala üstlendi, ene ötürüp bilen dedi. Keyin vasillikinde göğe koşuldu dedi, preeklamsiya oldu, kanı göğe kanı, yine bu hafta geç yetirip bilesen mi çakalaklı dedi, şutup sağlam alıp verişim için dedi. Etapını hemmesini kağıt yazıp bırakmadım. Her birisinin kitabı var. Şundan ayranan çıkıp orada gidiyor. Ne olacak dedi? Burada sağ desem bulamam. Ne? Bizim ciğerimiz tuğlu virüs var şurada. Sen virüs var burada. Kim? Windows içinde ölüp kalış nesi bu vakti Windows. Yankı balanın salon turdu. Peki az 3 yaşında. Köpince şu enseli taşak hiç kimi kullanmıyor. Şunun nesi bulamam 7 aylıkta doğdu. 7 aylıkta doğulan vaxtında şunu size saqlab bergenler şükür. Mahsul üzerinin yanalı olup, nevropatoloji bilen birgelikte alıp başınız gerek. Şu devrde özünü devrinde içedoğun nevropatolog bilen deredon darlar var. Yerden balık, ensege taşığanda hemen esneni özünü nesip oladı. Bir de nevropatolog, pediatr degen. Pediatr bilen sıkıntılaştırır. Nevropatolog bilen gerek. Ama açtım, şunu hatta şuna bala gerek eken şunu 7 aylık açık etirip yetip beriptiler. Lekin yanvarlı başında bir 2 adı doğa doğru nasibi doğru. Şu için devam intibal bilen doğru. Bunu pediatr bilen nevropatolog görüşü gerek. Çünkü her insanın özünün nesi var, nüansları var. Şuna taraf etişi gerek. Tamam, benim kimler bilir? Tolga çok dış var mı?
Mesela bir sürü kızlar var. Tam gerekli Düm gerek şu. Ne bize gerek şu. Bize yedik. Bunu mənim gəlməz. Bunu sev. Bu yana buna tasdiqlab qoyubdu. Bir də ekip